Assalomu alaykum, hurmatli brifing qatnashchilari. Bugun sizlarga Yangiyer shahar kambag'allik qisqartirish va bandlik ko'maklash bo'limining kelgusi chorakdagi ustuvor vazifalari, rejalari, maqsadlar va asosiy yo'nalishlar to'g'risida ma'lumot berib o'taman. Yangiyer shahar kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklash bo'limi tomonidan 2026-yil 2-chorak davomida quyidagi ishlarni amalga oshirish maqsad qilingan. Jumladan, bo'lim tomonidan 112 nafar fuqarolar bandligi ta'minlanadi. Shundan 42 nafari yoshlar, 53 nafari ayollardir. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori 20-avgust 2025-yildagi 527-sonli kambag'allikni qisqartirish va bandlik sohasida davlat siyosatini takomillashtirish va samaradorlikni oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror ijrosini ta'minlash maqsadida 2-chorakda 6 nafar kam ta'minlangan oilalar reyestriga kiritilgan oila a'zolarini bo'limning vaucher yo'llanmasi orqali o'qitish belgilangan. Bundan tashqari muddatli harbiy xizmatni o'tab 2026-yillarda qurolli kuchlar rezerviga bo'shatilishi kutilayotgan 13 nafar harbiy xizmatchilarni kasb-hunar va tadbirkorlikka o'qitish hamda doimiy ishga joylashtirish rejalashtirilgan. Jazoni ijro etish muassasalaridan ozod etilgan fuqarolarni kasb-hunar va tadbirkorlikka o'qitish hamda doimiy ishga joylashtirish, muntazam ravishda bo'sh, ishsiz va band bo'lmagan fuqarolarni ishga joylashtirish maqsadida bo'sh o'rinlari mehnat yarmarkalarini tashkil etish, probatsiya nazoratida bo'lgan fuqarolarni kasb-hunar va tadbirkorlikka o'qitish hamda doimiy ishga joylashtirish rejalashtirilgan. Shu bilan birgalikda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 49-sonli qaroriga asosan joriy yilning 2-chorak davomida tegishli tashkilotlar bilan birgalikda jami 1386 ta yangi ish o'rinlari yaratish orqali fuqarolarning bandligini ta'minlash belgilab olingan. Jumladan, innovatsiya loyihalarini ishga tushirish orqali 43 ta, xizmat ko'rsatish va servis sohalarini ishga tushirish sohasida 132 ta, qurilish sohasida 24 ta, tadbirkorlikni moliyaviy qo'llab-quvvatlashda 120 ta, mikro loyihalar tashkil etish orqali 200 ta, vaucher va buyurtma asosida o'qish orqali 48 ta, tadbirkorlik infratuzilmasini yaxshilash orqali 123 ta, kichik va o'rta biznesga ajratilgan kreditlar orqali 439 nafar, loyiha paketlari 41 nafar, yoshlar bandligini ta'minlashda 128 nafar hamda mehnat sevar ayol dasturi orqali 36 nafarni tashkil qilib, bu yo'nalishda tizimli ishlar amalga oshirib kelinmoqda.